Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugungi videomiz aynan sizning, ya'ni pensiya oluvchi har bir insonning hayotiga bevosita ta'sir qiluvchi juda muhim va dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. So'nggi paytlarda pensiya tizimida yuz bergan o'zgarishlar haqida ko'plab savollar kelib tushmoqda. Nima qilish mumkin? Nimalar endi taqiqlangan? Pensiyamizga ta'sir qiladimi? Bu savollar asossiz emas. Chunki qonunchiligimizda jiddiy yangiliklar mavjud va bu yangiliklarni bilmaslik afsuski sizni keraksiz muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu videoni boshdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Har bir so'z, har bir tavsiya siz uchun o'ta ahamiyatli bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizga yangi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalo pensiya tizimida ilgari qanday qoidalar amalda bo'lganini qisqacha eslab o'taylik. Chunki hozirgi o'zgarishlarni tushunish uchun bu juda muhim. Avvallari, ayniqsa, ma'lum turdagi pensiya oluvchilar uchun, masalan, yoshga doir pensiya oluvchi ishlovchi fuqarolar uchun qator cheklovlar mavjud edi. Ba'zi hollarda agar pensiya oluvchi ishga joylashsa, uning pensiya miqdori qayta hisoblanishi yoki qisman to'lanishi mumkin edi. Bu odatda ish haqi va pensiyaning umumiy miqdori ma'lum bir chegaradan oshmasligi kerakligi bilan bog'liq edi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham ish faoliyatiga nisbatan ba'zi noaniqliklar va cheklovlar mavjud edi. Garchi bu cheklovlar pensiya turiga va nogironlik guruhiga qarab farq qilsa ham. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ayniqsa voyaga yetmaganlar yoki talabalar uchun o'qish yoki ish faoliyati boshlanganda pensiyaning to'xtatilish ehtimoli mavjud edi. Bu holatlar pensiya oluvchilarda qo'shimcha daromad topish istagi paydo bo'lganida katta bosh qotirmalar va xavotirlar tug'dirar edi. Ko'pchilik agar ishga kirsam, pensiyamni yo'qotamanmi yoki ishlasam baribir foydasi kam bo'lan yashardi. Hozirgi holatga kelsak, so'nggi yillarda xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmonlari va hukumat qarorlari bilan pensiya tizimida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirildi. Asosiy o'zgarish shundaki, hozirda ko'plab pensiya oluvchilar uchun pensiya va ish haqi yoki boshqa daromadlarni bir vaqtda olish imkoniyatlari kengaytirildi. Eng muhim qoida shundaki, agar pensiya oluvchi ishga joylashsa yoki boshqa turdagi daromad topsa, uning pensiyasi endi aksariyat hollarda qisqartirilmaydi yoki to'xtatilmaydi. Bu esa pensiya oluvchilarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga va ularga qo'shimcha daromad topish imkoniyatini berishga qaratilgan juda muhim qadamdir. Biroq bu mutlaqo hamma pensiya turlariga bir xil darajada tegishli emas. Aynan shu jihatlarni batafsil tushuntirish uchun bugungi videomizni tayyorladik. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q. Keling, buni pensiya turlari va daromad manbalari bo'yicha batafsil ko'rib chiqaylik. Ering, yoshga doir pensiya oluvchilar, mehnat pensiyasi, siz yoshga doir pensiya olasiz va qo'shimcha daromad topishni xohlaysizmi? Bu borada eng ko'p savollar aynan shu toifa pensiya oluvchilardan kelib tushadi. Avvallari ba'zi davrlarda ishlayotgan pensiya oluvchilarning pensiya miqdori qayta hisoblanishi yoki to'liq to'lanmasligi mumkin edi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Nimalar mumkin? Endi siz yoshga doir pensiya oluvchi sifatida rasmiy ishga joylashishingiz, o'zini o'zi band qilishingiz, kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanishingiz, ijara daromadi olishingiz, qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanishingiz yoki boshqa qonuniy daromad manbalariga ega bo'lishingiz mumkin. Va eng muhimi, bu sizning yoshga doir pensiya miqdoringizga umuman ta'sir qilmaydi. Siz ham pensiyangizni, ham ish haqingizni yoki boshqa daromadingizni to'liq miqdorda olishingiz mumkin. Bu juda muhim yengillik, chunki u keksaygan insonlarga o'zlarining tajriba va bilimlaridan foydalanib, oila byudjetiga qo'shimcha hissa qo'shish imkonini beradi. Misol bir Oysha 65 yoshli pensiya oluvchi ilgari maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqach u bir muddat dam oldi, ammo bolalarga bilim berishni juda sog'indi. Yaqinda qo'shni mahalla maktabida yarim stavka o'qituvchilik bo'yicha bo'sh ish o'rni paydo bo'ldi. Oysha avvaliga ishga kirsam, pensiyam qisqarib ketmasmikan deb ikkilandi. Biroq u bizning kanalimizdagi videolarni ko'rib, ishga joylashgan taqdirda ham pensiyasi saqlanib qolishini bilib oldi. Hozir u ham maktabda dars berib oylik maosh oladi. Ham pensiyasini to'liq miqdorda qo'lga oladi. Oyiga jami
3 million so'mdan ortiqroq daromadga ega bo'lib, nafaqat o'zi uchun, balki nabiralari uchun ham biror narsa sotib olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshiladi va uni jamiyatda faol bo'lishga undadi. Nimalar mumkin emas? Asosan, yoshga bir pensiya oluvchilar uchun daromad topish bo'yicha jiddiy taqiqlar mavjud emas. Faqatgina qonun bilan taqiqlangan faoliyat turlari bilan shug'ullanish mumkin emas. Lekin bu pensiya maqomiga bog'liq emas, balki pensiya maqomiga bog'liq emas, balki barcha fuqarolarga tegishli umumiy qoidadir. Shuningdek, agar sizning mehnat faoliyatingizga qo'shimcha ravishda pensiyangizni qayta hisoblashni xohlasangiz, buning uchun kamida ma'lum muddat ishlagan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bu pensiyani qayta hisoblash alohida jarayon bo'lib, daromad olishdan farq qiladi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham vaziyat ancha yengillashdi. Ilgari nogironlik pensiyasi oluvchilarning ishlashiga nisbatan ko'proq cheklovlar bo'lgan. Ba'zi guruhlardagi nogironlik uchun ish faoliyati pensiyaning to'lanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Nimalar mumkin? Bugungi kunda nogironlik pensiyasi oluvchilarning ishga joylashishi yoki boshqa daromad manbalariga ega bo'lishi ularning pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Ya'ni siz nogironlik pensiyasini to'liq olishingiz bilan birga rasmiy yoki norasmiy ishdan, o'zini o'zi band qilishdan, tadbirkorlikdan yoki ijara daromadidan qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Bu juda muhim, chunki bu nogironligi bor insonlarga jamiyatda faol ishtirok etish, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish va o'zlarini iqtisodiy jihatdan ta'minlash imkoniyatini beradi. Misol 2. Farhod gardim yoshda 2 guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. U kompyuter texnologiyalariga qiziqadi va veb-saytlar yaratishni biladi. Ilgari Farhod ishlashdan qo'rqar edi, chunki nogironlik pensiyasi to'xtatilib qolishidan xavotir olar edi. Endi esa u frilanser sifatida onlayn platformalarda veb-saytlar yaratish xizmatini taklif qila boshladi. U oyga irgib 2 million so'm qo'shimcha daromad topadi. Bu daromad uning nogironlik pensiyasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Farhod nafaqat o'zini iqtisodiy jihatdan mustaqil his qilyapti, balki o'z sevimli ishi bilan shug'ullanishdan ham zavq olyapti. Nimalar mumkin emas? Xuddi yoshga doir pensiya oluvchilardagi kabi qonun bilan taqiqlangan faoliyat turlari bilan shug'ullanish mumkin emas. Biroq nogironlik pensiyaga ta'sir qiladigan maxsus taqiqlar hozirgi kunda mavjud emas. Shuni unutmaslik kerakki, nogironlik pensiyasi oluvchilar muntazam tibbiy ko'riklardan o'tib turishlari shart. Bu ularning nogironlik guruhi tasdiqlanishi uchun zarur. Agar nogironlik holati o'zgarib guruh bekor qilinsa, pensiya to'lanishi to'xtatiladi. Ammo bu ish faoliyati bilan emas, balki tibbiy xulosa bilan bog'liq. O'tu. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi odatda vafot etgan shaxsning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolariga tayinlanadi. Bu pensiya ko'pincha voyaga yetmagan bolalar, talabalar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari tomonidan olinadi. Nimalar mumkin? Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi voyaga yetgan bo'lib, o'qishini davom ettirsa, kunduzgi ta'lim shaklida u pensiyani olishda davom etadi. Agar u o'qishdan tashqari ishga yoki daromad topishni boshlasa, bu pensiyaning to'lanishiga ta'sir qilmaydi. Misol uchun, talaba o'qishdan bo'sh vaqtlarda ishlashi mumkin va bu uning boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga ta'sir etmaydi. Misol uchun, Dilnoza 20 yoshda institutda kunduzgi bo'limda o'qiydi va otasi vafot etgandan so'ng boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U kursdoshlari bilan birgalikda kichik do'konda sotuvchi yordamchisi bo'lib ishga kirdi. Ilgari bu holatda pensiya to'xtatilishi mumkin edi. Ammo yangi qoidalar bo'yicha Dilnoza ham o'z ish haqi ham pensiyasini to'liq miqdorda oladi. Bu unga o'qish xarajatlarini qoplashga va mustaqil bo'lishga yordam beradi. Nimalar mumkin emas? Agar bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi voyaga yetgan va kunduzgi ta'lim shaklida o'qimayotgan bo'lsa, masalan, kechki sirtqi masofaviy ta'lim yoki umuman o'qimasa va shu bilan birga ishga joylashsa, pensiya to'lanishi to'xtatilishi mumkin. Shuningdek, agar bola voyaga yetganidan so'ng o'qishni tugatsa yoki tashlab qo'ysa, pensiya to'lanishi to'xtatiladi. Chunki u endi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish shartlariga javob bermaydi. Bu yerda asosiy shart voyaga yetganlik va kunduzgi ta'lim shaklida o'qishni davom ettirish. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, noaniq jihatlar va kutilmagan tafsilotlar. Pensiya tizimi juda murakkab mexanizm bo'lib, har bir qoidaning o'z istisnolari va nozik jihatlari mavjud. Ularni bilmaslik sizni noto'g'ri qarorlar qabul qilishga undashi mumkin.
Bir pensiyani qayta hisoblash imkoniyatlari, agar siz yoshga doir pensiya oluvchi bo'lib ishga joylashsangiz va ma'lum muddat ishlasangiz, sizning pensiyangizni qayta hisoblash imkoniyati mavjud. Ya'ni siz pensiyaga chiqqandan keyin olgan ish haqingizdan to'langan ijtimoiy soliqlar ilgari yagona ijtimoiy to'lov hisobga olinib, pensiya miqdoringiz oshirilishi mumkin. Bu pensiya oluvchilar uchun qo'shimcha motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Chunki har yili yoki belgilangan muddatdan so'ng pensiya miqdori ortib boradi. Bu shuni anglatadiki, siz nafaqat hozirgi pensiyangizni saqlab qolasiz, balki kelajakda uni yanada oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ammo bu jarayon avtomatik emas. Buning uchun ariza bilan murojaat qilish kerak. 2. Maxsus pensiyalar va qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi fuqarolar maxsus xizmatlari, unvonlari yoki boshqa sabablarga ko'ra pensiyaga qo'shimcha to'lovlar yoki alohida turdagi pensiyalar, masalan, xizmat staji uchun maxsus pensiya, harbiy pensiyalar va hakki olishadi. Ushbu toifalardagi pensiyalar va qo'shimcha to'lovlar uchun qoidalar umumiy pensiyalardan farq qilishi mumkin. Masalan, ba'zi maxsus pensiya toifalari uchun ish faoliyatiga nisbatan hali ham cheklovlar mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz shunday maxsus pensiya yoki qo'shimcha to'lov oluvchi bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasi yoki tegishli vazirlik idora bilan bog'lanib aniqlik kiritishingiz shart. Har bir holat individual ko'rib chiqilishi kerak. Daromad manbalarining turlari. Daromad deganda nafaqat rasmiy ish haqi, balki boshqa turdagi daromadlar ham tushuniladi. Misol uchun, o'zini o'zi band qilish bu juda mashhur bo'layotgan daromad manbai. Masalan, hunarmandchilik, repetitorlik, taksi xizmati va boshqalar. Bu turdagi faoliyatdan olingan daromad pensiyaga ta'sir qilmaydi. Bu qonuniy va juda rag'batlantiriladigan faoliyat turidir. Ijara daromadi. Agar siz o'z mulkingizni uy, kvartira, avtomobil va haqqa ijaraga bersangiz va buning uchun ijara shartnomasi tuzib, soliq to'lasangiz, bu ham qonuniy daromad hisoblanadi va pensiyangizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Dividendlar. Agar siz biron bir aksiyadorlik jamiyatining aksiyadori bo'lsangiz va dividendlar olsangiz, bu ham pensiyangizga ta'sir qilmaydi. Boshqa tadbirkorlik faoliyati, kichik tadbirkorlik, masalan, oilaviy korxona yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik orqali olingan daromad ham pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. 4. Hisobga olish va hisobot berish majburiyati. Garchi sizning qo'shimcha daromadingiz pensiya miqdoriga ta'sir qilmasa ham, ba'zi hollarda bu haqda tegishli organlarga xabar berish talab qilinishi mumkin. Masalan, agar siz rasmiy ishga joylashsangiz, ish beruvchi o'zi pensiya jamg'armasiga ma'lumot taqdim etadi. Agar siz o'zi band qiluvchi sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, bu haqda soliq organlari orqali ma'lumot beriladi. Bu ma'lumotlar pensiya fondi uchun sizning pensiyangizni kelajakda qayta hisoblashda yoki boshqa ijtimoiy dasturlar doirasida sizga yordam berishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim qonuniy yo'l bilan harakat qiling va barcha daromadlarni rasmiylashtirishga harakat qiling. Norasmiy daromadlar kelajakda sizga nafaqat pensiya bo'yicha, balki soliq bo'yicha ham muammolar tug'dirishi mumkin. 5. Qonunchilik o'zgaruvchanligi. Shuni unutmaslik kerakki, qonunchilik doimiy ravishda takomillashtiriladi va o'zgaradi. Bugun amal qilayotgan qoidalar ertaga biroz o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda ishonchli manbalardan ma'lumot olib turish, pensiya jamg'armasining rasmiy sayti yoki qo'l markazi orqali savollaringizga javob olish juda muhimdir. Bizning kanalimiz ham sizni eng so'nggi o'zgarishlardan xabardor qilib boradi. Amaliy tavsiyalar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz va qo'shimcha daromad topishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon topayotgan bo'lsangiz, nimalar qilishingiz kerak? Bu yerda sizga qat'iy va aniq harakatlar algoritmini taqdim etaman. 1. O'z pensiya turingizni aniqlang. Birinchi qadam, siz aynan qanday turdagi pensiya olasiz? Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Yoki maxsus pensiya turlaridan birimi? Bu juda muhim. Chunki har bir tur uchun o'ziga xos tafsilotlar bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomangizni tekshiring yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlik kiriting. Qo'shimcha daromad manbangizni aniq belgilang. Siz qanday yo'l bilan daromad topmoqchisiz? Rasmiy ishga joylashish orqalimi? O'zini o'zi band qilish orqalimi? Ijara daromadimi yoki tadbirkorlikmi? Barcha variantlarni aniq tushunib oling.
Chunki turli xil daromad manbalari, turli xil hisobot berish majburiyatlarini talab qilishi mumkin. Qonunchilik hujjatlarini o'rganing yoki maslahat oling. O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuni, shuningdek prezident farmonlari va vazirlar mahkamasi qarorlariga murojaat qiling. Ularni o'rganish sizga umumiy tushuncha beradi. Agar mutaxassislarga, masalan, yuristlarga yoki pensiya jamg'armasining maslahatchilariga murojaat qiling. Ularning ko'magi bilan aniq qoidalarni bilib olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Bu eng to'g'ri va ishonchli yo'l. O'zingizning hududingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan borib murojaat qiling. O'zingizning vaziyatingizni, pensiya turi, rejalashtirilayotgan daromad manbai batafsil tushuntiring va mutaxassislardan aniq maslahat oling. Yoki pensiya jamg'armasining qo'l markaziga qo'ng'iroq qiling. Ko'pgina hollarda ular sizning savollaringizga to'liq javob bera oladilar. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidagi virtual qabulxona orqali ham yozma murojaat qoldirishingiz mumkin. Bu yozma javob olish imkonini beradi. Bu esa kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini oladi. 5. Zarur hujjatlarni to'plang. Agar siz ishga joylashsangiz, mehnat shartnomasi, shaxsiy pasportingiz va pensiya guvohnomangiz kabi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar o'zini o'zi band qiluvchi sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, bu haqda ma'lumotnoma. Agar ijara daromadi olsangiz, ijara shartnomasi va soliq to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlar. Murojaat qilganingizda pensiya jamg'armasi xodimlari sizga aynan qaysi hujjatlar kerakligini aniq aytib berishadi. 6. Ariza va bildirishnomalarni to'g'ri rasmiylashtiring. Agar siz ishga joylashgan bo'lsangiz va pensiyangizni qayta hisoblashni istasangiz, pensiya jamg'armasiga belgilangan shakldagi ariza bilan murojaat qiling. Agar pensiya turiga yoki daromad manbasiga qarab qonuniy ravishda qandaydir ma'lumot berish talab etilsa, uni o'z vaqtida va to'g'ri shaklda taqdim eting. Vaqtida berilgan ma'lumotlar kelajakda muammolarning oldini oladi. 7. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlab qo'ying. Pensiya jamg'armasi topshirgan arizalaringiz, olgan ma'lumotnomalaringiz, shartnomalar, cheklar va boshqa barcha tegishli hujjatlarning nusxalarini yoki fotosuratlarini saqlab qo'ying. Bu agar kelajakda biron bir tushunmovchilik yuzaga kelsa, o'z haq-huquqlaringizni himoya qilish uchun sizga isbot bo'lib xizmat qiladi. Yakuniy xulosa va so'nggi murojaat. Hurmatli pensiya oluvchilar, bugungi videoda aytilgan har bir ma'lumot sizning iqtisodiy mustaqilligingiz va hayot sifatining yaxshilanishi uchun xizmat qiladi degan umiddaman. Yangi qoidalar sizga qo'shimcha daromad topish imkoniyatini bermoqda. Ammo bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish, qoidalarni yaxshi bilish va zarur hollarda rasmiy organlarga murojaat qilish juda muhimdir. O'zingizni asrang, huquqlaringizni biling va doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lib boring. Unutmang, eng yaxshi himoya bu ma'lumot va ogohlikdir. Agar sizda hali ham savollar qolgan bo'lsa yoki biron bir holat bo'yicha aniqlik kiritishni istasangiz, iltimos ushbu videoning izohlari bo'limida o'z fikrlaringizni va savollaringizni yozib qoldiring. Biz ularni o'qib chiqib, imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoning keyingi videolarimizda ularga to'xtalamiz. Albatta, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelgusida siz uchun yanada foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashda yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.